Salom do'stlar, men ismim Nodirxon Husan va men sizlarga ushbu YouTube kanal orqali turk ta'limi, turk tili, turk adabiyoti, turk madaniyati va turk tarixi haqida ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Bugungi videoyim bitta juda ham muhim bo'lgan sirni sizlarga ochish uchun olyapti. Bu videoda sizlarga Xizr alayhissalomga aloqador bo'lgan sirni yetkazib qo'ymoqchiman. Albatta turk rivoyatchilari tomonidan qilingan rivoyatga ko'ra Bursa shahri bor. Aynan o'sha Bursa shahrida Ulu Jomi degan masjid bor. Ya'ni bizning tilda aytganda masjid, ya'ni aslida jomi bo'lgan. Juda ham katta masjid, qurilishiga 4 yil vaqt ketgan. Ushbu masjidda Yildirim Boyazid ni bo'lgan edi. G'alaba qozonganidan keyin o'sha g'alabani sharafiga qurdiradi. Albatta bu qurilish jarayonida bir muhim bo'lgan insonni ismini aytib o'tib ketishim kerak. Ustalarga non tashigan Somunchi bobo degan inson bo'ladi. Aynan bu inson oddiy insonlardan biri emasdi. Ilmi ziyoda, juda ham ilmi ziyoda bo'lgan insonlardan, vali zotlardan bo'lgan inson bo'ladi. Bu haqida ham aynan shu Somunchi bobo haqida ham albatta videolar qilishga, tayyorlashga harakat qilaman. Albatta siz ta'qib qilishda davom eting. Shu inson bir kun hamma ustalarga non tarqatayotgan paytda, albatta bu ishni bepuliga qiladi, ya'ni savob umidida. Non tarqatayotgan paytida bir insonga ko'z tushadi. Ya'ni ustalar orasida yoki xalq orasidagi bir insonga ko'z tushadi va u insonni taniganday bo'ladi. Yoniga boradi va bilagidan tutadi. Bilagidan tutganidan keyin u insonga qarab, "Men seni tanidim, sen Xizr alayhissalomsan" deydi. Shunda Somunchi bobo va Xizr alayhissalom orasida sirli kelishuv boshlanadi. U kelishuvga ko'ra Somunchi bobo Xizr alayhissalomga qarab, "Agarda sen har kuni shu masjidga kelib namoz o'qimasang, hozir men seni Xizr alayhissalomligini hammaga aytaman" dedi. Xizr alayhissalom bunga javoban, "Mayli, men har kuni kelib namoz o'qiyman, lekin bitta iltimosim bor. Qaysi mahalda kelib namoz o'qishim bu meni sirim bo'ladi." Bu nima degani? Ya'ni Bursadagi Ulu Jamida har kuni qaysidir mahal kelib Xizr alayhissalom namoz o'qiydi. Agarda siz Bursa shahriga boradigan bo'lsangiz, sayohat qiladigan bo'lsangiz, Bursa shahrida ta'lim oladigan bo'lsangiz, ushbu masjidga boring va jamoat namozidan qolmaslikka harakat qiling. Chunki siz yoningizda namoz o'qiyotgan bir musulmon aynan Xizr alayhissalom bo'lishi mumkin rivoyatlarga ko'ra. Bu shahar haqida, bu masjid haqida, Turkiyada yashab o'tgan juda ham ko'p insonlar haqida juda ham sirli voqealar bor. Juda ham ko'p savollar bor. Javoblar uchun esa ta'qib qiling.